Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men bugun pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar va ularning yaqinlari uchun juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 10 oktyabrdan keyin ayrim pensionerlar o'z pulini odatdagidek bemalol ola olmay qolishi, kartasiga tushgan mablag'ni ishlata olmasligi yoki pensiya bo'yicha tekshiruvga chaqirilishi mumkin. Eng xavflisi shundaki, bu muammo ko'pchilik kutmagan joydan keladi. Nafaqat pensiya jamg'armasidan, balki bank ijro byurosi, kommunal qarz, muddati o'tgan hujjat, yashash manzili yoki ishonchnoma masalasidan ham chiqishi mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nimadan ehtiyot bo'lish kerakligini, kimlar xavf ostida ekanini, kimlar xavotir olmasa ham bo'lishini va hoziroq qanday amaliy qadamlar qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot birgina sizga emas, ota-onangizga, qo'shningizga, qarindoshingizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avval pensiya olish jarayoni ko'pchilik uchun juda oddiy ko'rinardi. Odam pensiyaga chiqqan, hujjatlari bir marta topshirilgan. Keyin har oy belgilangan sanada pul kartaga tushgan yoki naqd shaklida yetkazilgan. Ko'p pensionerlar mening pensiyam tayinlangan, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Lekin amalda pensiya tizimi ham, bank tizimi ham, shaxsni tasdiqlash tartiblari ham, qarzdorlik bo'yicha undirish mexanizmlari ham yildan yilga qattiqroq nazorat qilinmoqda. 10 oktyabrdan keyin muammo aynan shu joyda boshlanishi mumkin. Agar pensionerning pasporti yoki ID kartasi bo'yicha ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, yashash manzili bo'yicha chalkashlik bo'lsa, pensiya boshqa odam orqali ishonchnoma bilan olinayotgan bo'lsa, kommunal xizmatlardan, alimentdan, kreditdan yoki sud qaroridan qarzdorlik bo'lsa, pensiya puliga tegishli cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Bu hamma pensionerning pensiyasi to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim odamlar uchun jiddiy noqulaylik kelib chiqadi. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Pensiya davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy to'lov. Uning hech kim shunchaki kayfiyatiga qarab bekor qila olmaydi. Ammo pensiya to'lovining vaqtida yetib borishi, kartadan foydalanish, pulni yechish, boshqa hisobga o'tkazish, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish yoki hujjatni qayta tasdiqlash masalalari amalda pensionerning qo'liga tushadigan pulga bevosita ta'sir qiladi. Odam pensiyam bor-ku deb yuradi, lekin bankomatiga borsa karta ishlamaydi. Telefoniga SMS kelmaydi. Bankka borsa hujjatingizni yangilang deyishadi. Ijro organidan qarz bo'yicha ushlab qolish bo'lganini bilib qoladi. Mana shuni men kutilmagan joydan keladigan zarba deb atayman. Endi kimlar ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Shuni tartib bilan tushuntiraman. Birinchi toifa hujjati muddati o'tgan yoki ma'lumoti yangilanmagan pensionerlar. Omita 8 yoshli otaxonning bank kartasi eski pasport ma'lumotlari bilan ochilgan. Keyin u ID karta olgan, lekin bankka borib ma'lumotni yangilatmagan. Pensiya har oy tushib turgan, muammo sezilmagan. Lekin bir kuni bank tizimi shaxsiy ma'lumotlarni moslashtirishni talab qiladi. Natijada karta orqali ayrim operatsiyalar cheklanadi. Otaxon do'konda to'lov qilmoqchi bo'ladi. Terminal rad etadi. Bankka borsa, ID kartangiz bilan keling, anketa ma'lumotlarini yangilaymiz deyishadi. Agar u vaqtida bormasa, pensiya puli kartada tursa ham foydalanishda muammo bo'ladi. Ikkinchi toifa bank kartasining muddati tugagan pensionerlar. Ko'p odam karta ustidagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada o'nyoralar 24 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil oktyabr oyining oxirigacha amal qilishi mumkin. Lekin ayrim banklarda muddat tugash yaqinlashganda avvaldan ogohlantirish keladi. Ayrim holatda esa pensioner SMSni o'qimaydi yoki telefoni ishlamaydi. 10 oktyabr atrofida odam pul tushishini kutadi. Lekin karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta olmaguncha puldan to'liq foydalana olmaydi. Pensiya yo'qolmaydi, ammo pensioner doriga, oziq-ovqatga, kommunal to'lovga pul kerak bo'lgan vaqtda qiynaladi. Uchinchi toifa qarzdorligi bor pensionerlar. Bu yerda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Men pensionerman, mendan hech narsa ushlab qolishmaydi deb o'ylaydiganlar bor. Amalda esa sud qarori, ijro hujjati, aliment, kredit majburiyati, zarar undirish yoki boshqa qonuniy qarzdorlik bo'lsa, belgilangan tartibda ushlab qolish masalasi yuzaga kelishi mumkin. Albatta ijtimoiy himoya me'yorlari bor. Hammasini birdan olib qo'yish mumkin emas. Lekin pensioner har oy 20 million 200 ming so'm pensiya olsa, qarzdorlik bo'yicha ma'lum foiz ushlab qolinishi
uning hayotiga katta ta'sir qiladi. Masalan, 300 ming so'm ushlab qolinsa, bu bir oyga dori puli yoki oziq-ovqat xarajatining muhim qismi bo'lishi mumkin. 4-toifa kommunal to'lovlarda katta qarzi bor pensionerlar. Ba'zi odamlar gaz, svet, suv qarzi pensiyaga aloqasi yo'q deb o'ylaydi. To'g'ri. Oddiy qarz avtomatik ravishda har doim pensiyadan ushlab qolinadi degani emas. Lekin qarz sudgacha yetib borsa, ijro hujjati chiqsa, keyin bank hisob varaqlari bo'yicha cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, kampirning nomida uy bor, uyda esa farzandlari yashaydi. Kommunal to'lovni farzandlar to'lamagan, qarz 4 million so'mga yetgan. Hujjatda egasi kampir bo'lgani uchun talab ham unga keladi. Keyin kampir hayron. Men o'zim ishlatmagan gaz uchun nega javob beraman deydi. Mana shu eng og'riqli nuqta. Uy kimning nomida bo'lsa, rasmiy javobgarlik ko'pincha o'sha odamga borib taqaladi. 5-toifa. Ishonchnoma orqali pensiya olinayotgan holatlar. Ayrim pensionerlar yura olmaydi. Uzoq qishloqda yashaydi. Farzandi yoki qarindoshi uning pensiyasini olib beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati shaxli, notarial tasdig'i va bankdagi rasmiylashtiruvi to'g'ri bo'lishi kerak. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank xodimi pul berishga haqli bo'lmaydi. Qarindosh har oy men olib yurardim-ku desa ham. Hujjat muddati tugagandan keyin bu gap yordam bermaydi. Shuning uchun yotib qolgan, keksaygan yoki boshqa odam yordamida pensiya oladigan pensionerlarning yaqinlari ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. 6-toifa. Chet elga ketgan yoki uzoq vaqt yashash manzilida bo'lmagan pensionerlar. Ayrim fuqarolar davolanish uchun farzandlari yoniga yoki boshqa sabab bilan chetga chiqadi. Pensiya masalasida yashash joyi, tiriklikni tasdiqlash, bank operatsiyalari va aloqa raqami muhim bo'lishi mumkin. Telefon raqam o'zgarsa, SMS kelmaydi. Bank ilovasiga kira olmaydi. Hujjat so'ralsa vaqtida javob bermaydi. Natijada oddiy masala katta muammoga aylanadi. Pensionerning pensiyasi bekor bo'lib ketmasligi mumkin, lekin to'lovni olish kechikadi, tekshiruv cho'ziladi, yaqinlari yugur qiladi. 7-toifa ishlayotgan pensionerlar. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Bu o'zi yomon emas. Qonun doirasida ruxsat etilgan holatlar bor. Ammo ayrim toifadagi pensiyalar qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki nafaqalar daromad, ish joyi, status bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, odam nogironlik bo'yicha to'lov oladi, keyin ishga kiradi, daromad oladi, lekin tegishli organga xabar bermaydi. Keyin ma'lumotlar bazasi solishtirilganda ortiqcha to'langan mablag' masalasi chiqishi mumkin. Bu yerda men bilmagan edim degan gap har doim ham muammoni yopmaydi. Endi adolat uchun aytish kerak. Hamma pensioner vahimaga tushmasin. Agar sizning ID kartangiz yoki pasportingiz joyida bo'lsa, bank kartangiz amal qilayotgan bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda va ishlayotgan bo'lsa, pensiya har oy odatdagidek tushayotgan bo'lsa, qarzdorlik bo'yicha sud yoki ijro hujjati bo'lmasa, yashash manzikingiz aniq bo'lsa, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki muammo ko'pincha odam bilmagan joydan chiqadi. Masalan, pensioner o'zini qarzdor emasman deb o'ylaydi. Lekin uning nomida eski kredit bo'yicha qoldiq penya bor yoki uy uning nomida. Lekin kommunal qarz farzandlari tomonidan yig'ilgan. Yoki telefon raqami nabirasining nomida, bank SMSlari o'sha raqamga ketadi. Yoki bank kartasini o'g'li ishlatib yuradi. Pensioner esa balansni bilmaydi. Bu holatlarning har biri alohida qaraganda kichik narsa, lekin pensiya kuni kelganda katta asabiylikka sabab bo'ladi. Eng birinchi nozik joy. Pensiya kartadagi pul bilan bir xil tushuncha emas. Pensiya tayinlanadi, hisoblanadi va to'lanadi. Lekin karta bank mahsuloti. Agar karta bloklangan bo'lsa, bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Bu bankdagi operatsion muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam avval vahima qilmasin, bankka murojaat qilsin, keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga aniqlik kiritsin. Ko'p hollarda masala karta almashtirish, shaxsni tasdiqlash yoki raqamni yangilash bilan hal bo'ladi. Ikkinchi nozik joy. Qarzdorlik bo'yicha ushlab qolishning ham chegarasi va tartibi bor. Hech kim pensionerning butun pulini shunchaki olib qo'yish kerak emas. Agar sizdan juda katta miqdor ushlab qolingan bo'lsa, darhol ijro hujjatini so'rang. Qaysi qaror asosida, qaysi summa, qaysi foiz, qaysi muddatga ushlab qolinayotganini yozma ravishda aniqlang. Og'zaki gapga ishonib qolmang. Chunki ba'zan odamlar bankdan chiqib pensiyamni olib qo'yishibdi deydi. Aslida esa hisobda boshqa blokirovka, eski kredit, sud qarori yoki texnik cheklov bo'ladi.
Uchinchi nozik joy, ortiqcha to'langan pensiya. Agar biror sabab bilan odamga ortiqcha to'lov ketgan bo'lsa, keyin uni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Masalan, nafaqa olish sharti o'zgargan, lekin odam vaqtida xabar bermagan. Yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasida o'qish, yosh, oilaviy holat bilan bog'liq shartlar bor. Yoki nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lgan, lekin kechikkan. Bunday holatlarda odam men pulni oldim, demak hammasi to'g'ri deb o'ylamasligi kerak. Har bir to'lovning asosi bo'ladi. 4-nozik joy, firibgarlar. 10 oktyabr kabi sanalar atrofida odamlar qo'rqituvchi xabarlarni ko'p tarqatadi. Pensiyangiz to'xtamasligi uchun mana bu havolaga kiring. Kartangizni tasdiqlang, SMS kodini ayting, plastik kartangizga kompensatsiya tushadi degan gaplarga ishonmang. Hech qachon bank kartangiz raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini, PIN kodini begona odamga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib shunday ma'lumot so'rasa, bu juda xavfli belgi. 5-nozik joy. Yaqinlar tomonidan noto'g'ri foydalanish. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensionerning kartasi farzandida bo'ladi, pul tushadi, lekin pensioner o'zi qancha tushganini bilmaydi. Keyin bir kuni muammo chiqsa, hamma aybni bankka yoki davlat organiga yuklaydi. Aslida esa pul oldin yechib olingan, qarzga ishlatilgan yoki karta to'lovlar qilingan bo'ladi. Shuning uchun pensionerning kartasi, SMS xabarlari va PIN kodi o'z nazoratida bo'lishi kerak. Agar yordam kerak bo'lsa, yordam beruvchi odam hammasini ochiq aytishi, har oy tushum va xarajatni ko'rsatishi kerak. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, hujjatingizni tekshiring. Pasportingiz yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Familiya, ism, tug'ilgan sana, JSSR raqami, yashash manzili to'g'rimi? Shuni ko'rib chiqing. Agar yangi ID karta olgan bo'lsangiz, bankka borib ma'lumotlaringiz yangilanganini tekshirtiring. Buning uchun ID karta, telefon, bank kartasi va imkon bo'lsa pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjatlarni olib boring. Ikkinchi qadam, bank kartangiz muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bankka borib yangi karta buyurtma qiling. Pensiya tushadigan karta aynan qaysi bankda ochilgan bo'lsa, o'sha bank filialiga murojaat qiling. Karta yo'qolgan bo'lsa, darhol blok qildiring. Agar PIN kodini boshqa odam bilsa, imkon qadar kartani almashtiring yoki PIN kodni yangilang. 3-qadam. Tele raqamingizni tartibga keltiring. Bank SMS xabarlari qaysi raqamga kelayotganini aniqlang. Agar raqam farzandingiz yoki boshqa odam nomida bo'lsa, bu keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. Bank ilovasiga kira olmasangiz, bank xodimidan yordam so'rang. Lekin parol va SMS kodini hech kimga aytmang. Hatto o'zini bank xodimi deb tanishtirgan odam telefon orqali so'rasa ham aytmang. 4-qadam, qarzdorlikni tekshiring. Agar sizda kredit, aliment, kommunal qarz, sud qarori yoki ijro ishi bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, buni kechiktirmang. Majburiy ijro organlari, bank, kommunal tashkilot yoki tegishli xizmat ko'rsatuvchi idoraga murojaat qiling. Mening nomimda qanday qarzdorlik bor? Qaysi hujjat asosida qancha summa, qaysi davr uchun deb aniq so'rang. Iloji bo'lsa, ma'lumotni yozma shaklda oling. Chunki yozma javob keyin e'tiroz bildirishda asqatadi. 5-qadam. Uy kimning nomida ekanini va kommunal hisoblarni tekshiring. Agar uy sizning nomingizda bo'lsa, unda yashayotgan farzandlar yoki ijarachilar kommunal to'lovlarni vaqtida to'layaptimi? Albatta nazorat qiling. Men u yerda yashamayman degan gap har doim ham qarzdan ozod qilmaydi. Agar kimdir uyingizda yashayotgan bo'lsa, to'lovlar bo'yicha kelishuvni aniq qiling. Har oy kvitansiya yoki elektron to'lov tasdig'ini ko'rib boring. 6-qadam, ishonchnomani tekshiring. Agar pensiyani sizning o'rningizga boshqa odam olayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati tugamaganmi? Bankda qabul qilinganmi? Unda aynan pensiya olish vakolati yozilganmi? Shuni tekshiring. Yotib qolgan pensionerlar uchun notarius chaqirish yoki belgilangan tartibda uyga borib xizmat ko'rsatish imkoniyatlari haqida so'rash mumkin. Muhimi, avval shunday bo'lgan deb yuravermang. Hujjatning muddati tugagan kundan boshlab muammo boshlanadi. 7-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga savolni to'g'ri qo'ying. Agar pensiya kelmasa yoki kamayib qolsa, nega pulimni bermayapsizlar deb jahli bilan kirishdan ko'ra, quyidagicha so'rang. Mening pensiyam qaysi sana uchun hisoblangan? To'lov bankka o'tkazilganmi? Ushlab qolish bormi? Hujjat bo'yicha qo'shimcha tekshiruv kerakmi? Men qaysi hujjatni olib kelishim kerak?
Shunda xodim ham masalani tezroq aniqlaydi. 8-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini alohida papkada saqlang. ID karta nusxasi, pensiya tayinlash hujjati, bank rekvizitlari. Ishonchnoma, nogironlik ma'lumotnomasi, kommunal to'lovlar, kredit yopilganligi haqida ma'lumot. Sud qarori bo'lsa, uning nusxasi alohida tursin. Keksa odamlar ko'pincha hujjatni bir joyga qo'yadi, keyin topolmaydi. Bir kunlik tartibsizlik ba'zan bir oylik yugur-yugurga aylanadi. 9-qadam. Agar ushlab qolish noto'g'ri bo'lsa, yozma murojaat qiling. Bankka, ijro organiga yoki pensiya jamg'armasiga og'zaki aytish bilan cheklanib qolmang. Arizada familiya, ism, otasining ismi, she'r, telefon raqam, manzil, muammoning sanasi va mazmunini yozing. Mening pensiyamdan qaysi hujjat asosida qancha miqdorda ushlab qo'linganini tushuntirib berishingizni va hujjat nusxasini taqdim etishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizani topshirganda kirim raqamini oling yoki elektron yuborsangiz tasdiqni saqlang. 10-qadam. Pensioner yolg'iz qolmasin. Agar oilada keksa ota-ona bo'lsa, oyga bir marta ularning kartasi, telefoni, hujjat muddati, kommunal qarzlari va kelgan SMS xabarlarini birga tekshirib qo'ying. Bu nazorat ularning pulini olib qo'yish degani emas. Bu ularni kutilmagan muammodan himoya qilish degani. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, telefon ishlatishga qiynaladigan pensionerlarga bunday yordam juda kerak. Mana birinchi misol. Nafaqadagi ayol har oy 20 million ming so'm pensiya oladi. Kartasi o'g'lida, chunki u bozorga borib keladi. Bir oy pensiya tushadi. Lekin ayolga bu oy kam tushibdi deyishadi. Ayol tekshirmaydi. 3 oy o'tib bankdan ko'chirma olinsa ma'lum bo'ladiki, karta orqali bir nechta to'lov qilingan. Bu yerda davlat organida muammo yo'q, bank ham aybdor emas. Muammo nazorat yo'qligida. Shuning uchun men har bir pensionerga aytaman. Kartangiz sizniki, pensiyangiz sizniki, nazorat ham sizniki bo'lishi kerak. Ikkinchi misol. Otaxon eski uyini qizining oilasiga qoldirgan. Lekin uy hujjati hali ham otaxon nomida. Qizining oilasi bir necha oy gaz va elektr to'lovini kechiktirgan. Qarz yig'ilgan, talabnoma kelgan, keyin masala rasmiy tartibga o'tgan. Otaxon esa buni keyin bilgan. Men u uyda yashamayman deydi. Lekin hujjatda mulkdor sifatida uning ismi turgani uchun masala unga kelib taqaladi. Demak, mulk nomi va to'lov javobgarligi masalasini oilada aniq hal qilish kerak. 3-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro qayta tibbiy ko'rik sanasini o'tkazib yuboradi. U oldin ham olardim, yana tushaveradi deb o'ylaydi. Lekin tegishli tasdiq kechiksa to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin hujjatni tiklash uchun poliklinika, tibbiy komissiya, pensiya jamg'armasi o'rtasida yurishga to'g'ri keladi. Agar u sanani oldindan bilib, bir oy avval tayyorgarlik ko'rganida bu muammo bo'lmas edi. 4-misol. Pensionerning bank kartasi muddat tugagan, lekin u buni bilmagan. Pensiya tushgan, ammo bankomat pul bermagan. U darhol pensiyamni to'xtatishdi deb vahima qilgan. Aslida bankka borib yangi karta olgach pulidan foydalangan. Demak, har qanday muammo pensiya bekor bo'ldi degani emas. Avval sababni aniqlash kerak. 5-misol. Bir kampirga telefon qilib, 10 oktyabrdan pensiya kartalari qayta ro'yxatdan o'tadi. SMS kodini ayting deyishgan. Kampir kodni aytgan, keyin kartasidagi pul yechib olingan. Bu eng og'ir holat. Shuning uchun yana bir marta takrorlayman. SMS kod, PIN kod, bank ilovasi, paroli hech kimga aytilmaydi. Hech qachon, hech qanday bahona bilan. Azizlar, 10 oktyabrdan keyingi eng katta xavf pensiyaning o'zi yo'q bo'lib ketishida emas, balki hujjat, bank kartasi, qarzdorlik, kommunal masala, ishonchnoma. Telefon raqami va firibgarlar sababli pensioner o'z pulidan vaqtida foydalana olmay qolishidadir. Kimning hujjatlari joyida, kartasi amal qilayotgan, qarzi yo'q, ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, u vahima qilmasin. Lekin kimda ozgina shubha bo'lsa ham, bugunoq tekshirsin. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shuki. ID kartani tekshiring, bank kartasini tekshiring, telefon raqamini yangilang, qarzdorlik bor yo'qligini biling. Kommunal to'lovlarni ko'ring, ishonchnoma muddatini nazorat qiling. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga yoki bankka yozma murojaat qiling. Bular oddiy qadamlar, lekin pensionerning bir oylik daromadini, asabini va vaqtini saqlab qoladi. Sizning hududingizda pensionerlar pensiya olishda qanday muammoga duch kelmoqda? Karta qarzdorlik, hujjat yoki firibgarlar bilan bog'liq holatlar bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz va qo'shnilaringizga yetkazing.